Assalomu alaykum. Arab tiliga kirish darsligimizni 35-darsga kirdik va bu ikkita darsdan iborat. Shu 35-1 va 35-2 bor. Ulab o'qish qoidasi va undan keyingi qoida. Ulab o'qish qoidasi: arab tilida sukun harakatlansa kasra bilan harakatlanadi degan qoida bor. Shuning uchun oxirida sukun bo'lgan so'zdan keyin sukun bilan boshlanadigan so'z kelsa, birinchi so'zni sukunini kasra qilamiz. Shunda ikki so'zni ulab o'qishni imkoni bo'ladi. Bunda oxiri tanvin bo'lgan so'zlar sukunli so'z bo'ladi, chunki uning oxirida sukunli nun bor. Xo'p, e'tibor beramiz. Buni o'qiganda yaxshiroq tushunamiz. Mana sukunlik harf. Sukunlik harf kelyapti-da, mana va al. Bu ulash uchun ishlatamiz deb turib aytdik. Vaslalik alif ulash uchun. Buni bu so'zga ulashimiz kerak. Demak, bu sukun va bu sukunga ulashimiz kerak. Ikkita sukunni bir-biriga ulashimiz kerak. Shunda uktub al-maktuba deb o'qisak ham to'g'ri bo'ladi, lekin ulab turib uzilishsiz o'qishimiz uchun buni kasra bilan ulaymiz. Ya'ni uktub al-maktuba emas, uktubil maktuba. Uktubil maktuba. Mana bu ko'rinishda o'qiymiz. Uktubil maktuba. Bu sukunni kasra qildik. Xuddi shunday, agar oxiri tanvin bilan tugaydigan bo'lsa, tanvinni bilamiz. Oxirida sukunlik nun bor. Sukunlik rojulun deb o'zi tanvin bo'lgandan keyin rojulun. Rojulun. Ya'ni rojulun bu sukunlik harfga ulanishi kerak. Mana rojulunning nuni bu sukunlik harfga ulanishi kerak. Shuning uchun rojulundan keyin kasra qo'shamizda rojulun istofa, rojulun ista'mala, rojulun ista'mala deb o'qiymiz. Rojulun ista'mala. Xo'p, tanvin fathalik holati ham xuddi shunday. Rojulan, oxirida sukunlik nun bor. Rojulan ista'mala. Shuni kasra bilan o'qiymiz. Rojulan ista'mala. Rojulan ista'mala. Bu kasralik holatda ham shu. Rojulin sukunlik i bilan yana o'qiymiz. Rojulin ista'mala. Rojulin ista'mala deb turib qo'shib ketamiz. Mahmudunda ham xuddi shunday sukunlik nun, kasra, undan keyin kasrani qo'yamizda. Mahmudun il kitaba. Ya'ni Mahmudun il kitaba. Bu holatda Mahmudan il kitaba. Mahmudan il kitaba. Chunki tanvin fathaga alif qo'shilib keladi dedik. Tanvin fathani bu o'zini ko'rinishi shunday va dan mahmudan o'qiladi. Mahmudan bo'lgandan keyin unga kasra qo'shamizda mahmudan il kitaba bo'ladi. Mahmudin il kitaba bu holati ham xuddi shunday. Ba'a rajulun il bayta. Mana bu so'zda ham shunday. Sabartu mahmudanil kadhiba. Bir nechta so'zlarda ularda ichida shunaqa ulashlar bor, ya'ni ulab o'qishlar bor. Shuni o'qib chiqamiz. Katabna mathalanil ladhi allamana abuna. Katabna. Bunda muammo yo'q. Sukunlik emas, cho'zish bilan tugayapti. Katabna masalan. Masalanda sukunlik nun bor. Allazi bu ham sukuniga kelib ulanyapti. Katabna masalanillazi allamana abuna. Keyingi so'z as-sayyaratu allati istaba'a. Cho'zishni agar undan keyin ulanish kerak bo'lgan so'z bo'ladigan bo'lsa, cho'zishni ishlatmaymiz dedik.
السيارة التي استباع أحمد من علي هي جميلة. Aliyin i deb turib qo'shmaymiz, chunki bu harf sukunlik emas. السيارة التي استباع أحمد من علي هي جميلة. هي جميلة. هو أنا الذي قلت هذا القول الجميلة. أنا الذي قلت هذا القول الجميلة. Yani mana bu yoqda cho'zishni o'qimaymiz, chunki ulayapmiz. Bu so'z aslalik mana alif. Ulayotganimiz uchun buni cho'zib o'qimaymiz. Ana allazi qultu hadhal qawlal jamila. Keyingi so'z. Ra'aytu Mahmudan allazi yatala'la'u wajhuhu. رأيت محمودا الذي يتلألأ وجهه. Mana shu tartibda o'qiymiz. 35-darsimizning husnohatimizni bunga qarab turib bu qatorlarni ustidan yozamizda, buni mustaqil yozamiz va buni qaraymizda, buni ustidan yozamizda, bu qatorda mustaqil yozamiz, bu qatorga ham mustaqil yozamiz. Bu qatorga qarab buni ustidan yozamizda, bu qatorni mustaqil yozamiz. Shu bilan 35-darsimizni ikkinchi bo'limiga keldik. Vaqf to'xtash qoidasi. Vaqf to'xtash qoidasi qanday bo'ladi? Bu to'xtashni bizga o'rgatadi. To'xtaganimizda qanday holatda to'xtashimiz mumkin? Arab tilida gapning oxiri yoki ma'lum joyida to'xtamoqchi bo'lsak, bunda vaqf qoidasini ishlatamiz. Agar so'zning oxiri biron harakat bilan to'xtasa, uning harakatini sukun qilib to'xtaymiz. Agar fathali tanvin bilan yoki mad alif bilan tugasa, uni cho'zib a qilib yoki harakat miqdorida cho'zib o'qib to'xtaymiz. 2 harakat miqdorida cho'zib o'qib to'xtaymiz. Agar ta'i marbuta bilan tugasa, uni ha qilib o'qib to'xtaymiz. Misollarga qarang. Ya'ni yukrimuna da shu yerda yukrimuna bo'lishi kerak. Yukrimina bo'lib ketgan ekan. Yukrimuna deb turib o'qiymiz. Yukrimuna, biz yukrimun deb turib oxirini sukun qilib to'xtaymiz. To'xtamoqchi bo'lsak, yu'minunani yu'minun deb sukun qilib to'xtaymiz. To'xtamoqchi bo'lsak, davom etmoqchi bo'lsak, keyin yana davomidan davom ettirib ketaveramiz yoki shu so'zga o'ziga qaytamiz. Ya'lamunani ya'lamun. Bu har qanday harakat shu harakat bilan to'xtasa, har qanday harf harakat bilan bo'lsa, bu yerda to'xtasak, sukunli qilib to'xtaymiz. Ammo lekin mana tanvin fatha bilan tugaydigan so'zlarimiz bor. Mana yusron, yusronni biz cho'zib yusro deb turib to'xtaymiz agar shu joyda to'xtashimiz kerak bo'lsa. Abadan degan holatdagi joyda to'xtasak, abada deb cho'zib to'xtaymiz. Tawwabanni tawwaba deb to'xtaymiz. Mad alif bilan to'xtagan so'zlarimizni mad qilib cho'zib to'xtaymiz. Sukunlik qilib to'xtab, hni o'zidan to'xtab qo'ymaymiz. Amruha amruha maluha maluha kitabuha kitabuha. Va uchinchi to'xtashimizni uchinchi uslubi ta'i marbuta bo'lsa, mana ta'i marbutada to'xtasak, haga o'xshagan mana ta'imizda ayollik ta'sida he qilib to'xtaymiz. Yumshoq he qilib to'xtaymiz. Mana g'ishawatun yozilgani g'ishawa. Hamiyatan yozilgani hamiyah. Mumaddadatun yozilgani mumaddadah qilib buni temas he qilib to'xtaymiz.
azizatun, aziza deb to'xtaymiz. Saidatun, saida. Sharifatun, sharifa. 35 darsimizning husni xatiga keldik. Buni bu qatorga qarab turib bu qatorni yozamizda ustidan, buni mustaqil yozamiz, bu qatorga qarab buni yozamiz va bu qatorni mustaqil yozib boramiz. Bu qatorni qaraymizda ustidan yozamiz va mustaqil yozamiz, bu qatorni qo'shib qo'yamiz, ustidan yozib qo'yamiz. Shu bilan 35-darsimizni birinchi, ikkinchi bo'limlari nihoyasiga yetdi. Yaxshi shug'ullanib, bitta darsimiz 36 ta darsimiz bor. 36 darsimiz ham bir nechta qismlardan iborat. O'sha darsimiz qoldi. O'sha darsimizni ham keyingi darsda o'tamiz. Ya'ni kam qoldi. Yaxshi harakat qilib turib qiladigan bo'lsak, biz qiyin, muammosiz o'qishni qo'limizdan keladi, eplaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha